Xo'p do'stlar, navbat Barselonaga yetdi. Tahlil qilamiz. Undan avval Barselona muxlislaridan faol bo'lishni, o'z fikrlarini izohlarda yozishni so'ragan bo'lardim va bundan tashqari obuna bo'lib qo'yishni ham so'ragan bo'lardim, chunki bu men uchun juda ham muhim. Yanvar uchun, ya'ni fevralgacha 150 ming kani reja qilib turibman, bilmadim o'xsharmikin yoki yo'qmikin. Tahlil. Barselona jamoasi o'tkazayotgan mavsum haqida. Kecha Qirol Kubogida Katalon jamoasi 0-2 hisobida g'alaba qozonib, keyingi bosqichga yo'l oldi. Raqib Racing edi. Segunda jamoalari muammo bo'lyapti katta klublarga, lekin Barselonaga emas. Bu o'yin haqida emas, butun mavsum haqida gaplashmoqchiman. Nima o'zgardi Barselonada? Ya'ni men bir ikkita sabablarni ko'ryapman. Siz nimani ko'ryapsiz? Izohlarda o'sha avval ham aytganimdek, haqoratlar, qandaydir so'kinishlar o'rniga keling, fikrimizni chiroyli, tahlil ko'rinishda bir kengroq ifoda qilamiz. Men ishonchim komil, Barselona muxlislari ham buni uddalay olishadi. O'zgargan narsalar. Barselona ko'p xarid amalga oshirgani yo'q, deyarli hech qanday xarid amalga oshirgani yo'q va tarkibni yaxshi ushlab qoldi. Albatta bitta istisno bor. Bu Joan Garcia. Mana shundan boshlaymiz. Darvoza chizig'i. Bu juda ham muhim transfer bo'ldi. Jamoaning chindan muhim a'zosiga qisqa vaqt ichida aylandi. O'sixshesning vaqtincha variant ekani, o't o'chiruvchi ekani ma'lum edi. U zaxiraga o'tdi. Ter Stegen formasini tiklab qaytgani yo'q va bu orada Joan Garcia jonga g'olib kiryapti va u nafaqat Barselonani shunday muddatda qutqaryapti, balki hozir Ispaniya terma jamoasi asosiy darvozabonligiga ham nomzod bo'lib turibdi. Fenomenal reaksiya, o'yinni o'qiy olish va Barselona o'yiniga mos harakatlar. Bu birinchisi. Ikkinchi nazarimda bu mavsumdagi avvalgi mavsumdan farqi bu o'sha markaziy himoyadagi yo'qotish bo'lsa ham o'rnini to'ldira olish. Ya'ni kutilmagan joydan yordam keldi deymiz-ku. Bu o'sha Gerard Martinning markaziy himoyachi sifatida ajoyib o'ynayotgan. Uni Maldiniga qiyoslashyapti. Araujoning yomon formasi kuzatilayotgan bir vaqtda, Kristensenning jarohati. Bundan tashqari, Inigo Martinezning jamoa tarkibidan ketganidan keyin bunday topilma juda ham muhim bo'ldi. Shuningdek, Rafinha avvalgi mavsum formasiga jarohatdan keyin qaytib olgani bu juda ham muhim. Rafinha hozir menimcha o'tgan mavsum darajasida va hatto undan o'sib o'ynayotgan yagona futbolchi tarkibda. Chunki Yamal ham, hatto Pedri ham o'tgan mavsum primiga chiqqani yo'q. Bu o'zi aslida yaxshi, chunki hali oldindagi vaqt mobaynida mana bu kelayotgan yanvar, fevral, mart eng muhim davrga qadam qo'yapmiz. Mana shu davrda mana shu sanalgan futbolchilar yana o'tgan mavsum va undan keyingi darajaga chiqa olsa, Barselona biz Ispaniya chempionatda ham, balki Chempionlar Ligasida ham g'olib bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shunda Yamal mavzusiga to'xtalmasak bo'lmaydi. Yamaldan yana ko'prog'ini kutish mumkin. U muhim o'yinlarda, katta o'yinlarda o'zini ko'rsatib allaqachon o'rgatib qo'ydi va men o'ylaymanki, Lamin qo'shadi. Bahorda qo'shgani butun jamoa uchun foydali bo'ladi. Sekin-sekin astalik bilan borsa